kitob o'qib o'tiribsanmi qizim? 2 yosh baxtli bo'lsin, to'ylarimiz yaxshi bo'lsin. Kelin ovqat icharmisiz bugun? Og'zini o'chir shuni. Bitta bolani ovozini o'chira olmaysan. Yana qayda olsan? Rostdan ham yiqilib tushdingizmi? Mana sen. O'ynamadi olma qanga. Bu mening hayotim emas. Men kurashchiman. Men zo'ravonlikka qarshiman. Biz o'zimiz va farzandlarimiz hayoti uchun kurashamiz. Birinchi qadamni qo'yishdan qo'rqmang. Zo'ravonliksiz dunyo. Biz siz bilanmiz.